Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntiraman. 2026 yilda pensiyalar bo'yicha kutilayotgan va amalda odamlar sezayotgan o'zgarishlar nimadan iborat? Nega ayrimlarga minglab so'm qo'shilgandek ko'rinadi? Ayrimlarga esa bor yo'g'i tiyinga teng farq chiqadi. Ba'zilarda esa pensiyam kamayib qoldi degan xavotir paydo bo'ladi. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlarga, balki hozir ishlayotgan, yaqin yillarda pensiyaga chiqadigan, ota-onasining pensiyasini tekshirayotgan har bir odamga tegishli. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha yoki bitta yetishmagan hujjat oyma-oy katta pul yo'qotishga olib kelishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men bunday murakkab mavzularni oddiy tilda, misollar bilan tushuntirib boraman. Avval pensiya masalasida odamlar nimani ko'rardi? Odatda yil davomida ish haqi, bazaviy miqdorlar, eng kam pensiya yoki nafaqa miqdorlari oshirilsa, pensionerlar demak hammaga bir xil foizda qo'shiladi deb o'ylardi. Masalan, davlat tomonidan pensiyalar oshirilgani aytilsa, ko'pchilik mening pensiyam ham shuncha foizga ko'payadi deb hisoblaydi. Lekin amalda har doim ham bunday bo'lmaydi. Chunki pensiya faqat bitta raqamdan iborat emas. Uning ichida ish staji, ish haqi bo'yicha hisoblangan qism, ustamalar, kompensatsiyalar, eng kam miqdorgacha yetkazib berish, ayrim chegirmalar, ortiqcha to'lovni qaytarish, aliment yoki ijro varaqasi bo'yicha ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Endi 2026 yilga kelib eng katta e'tibor pensiyani qayta hisoblash. To'lovlarning elektron bazalar orqali tekshirilishi, staj va ish haqi ma'lumotlarining raqamlashtirilishi, shuningdek pensiya miqdorida ko'rinadigan oshish bilan qo'lga tegadigan pul o'rtasidagi farqqa qaratilmoqda. Shuning uchun kimdir telefoniga kelgan xabarda pensiya oshganini ko'radi, lekin kartasiga tushgan pul avvalgidan kamroq bo'ladi. Yoki aksincha, kimningdir hujjatlari to'liq bo'lgani uchun pensiyasiga sezilarli qo'shimcha qo'shiladi. Boshqa odam esa bir xil yoshda, bir xil hududda yashasa ham juda kichik farq oladi. Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Pensiya oshishi degani har bir insonning pensiyasi bir xil summa ko'payadi degani emas. Har bir pensionerning pensiya tarixi alohida. Kimdir 35 yil rasmiy ishlagan, maoshi hujjatlarda to'liq ko'rsatilgan. Kimdir 20 yil ishlagan, lekin bir qismi norasmiy bo'lgan. Kimdir Sovet davridagi ish stajini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotini topgan. Kimdir esa mehnat daftarchasida yozuv bor, ammo buyruq raqami, korxona muhri, arxiv tasdig'i bilan muammo bor. Shu farqlar 2026 yilda yanada ko'proq sezilishi mumkin. Asosiy qismin kim xavotir olishi kerak, kim esa ortiqcha vahimaga tushmasin. Birinchi navbatda shuni biling. Agar sizning pensiyangiz avvalgidan kam tushgan bo'lsa, darhol davlat pensiyani kamaytirdi deb xulosa qilmang. Men amaliyotda ko'p ko'rgan holat shuki, odamlar pensiya kamaydi deb keladi. Tekshirilsa aslida pensiyaning asosiy miqdori kamaymagan. Balki oldingi oyda ortiqcha to'langan summa keyingi oylarda ushlab qolinmoqda. Masalan, pensionerga bir necha oy davomida noto'g'ri ustama qo'shilgan bo'lishi mumkin. Keyin pensiya jamg'armasi bazani tekshiradi va ortiqcha to'lov aniqlansa, qonuniy tartibda ma'lum qismi ushlab qolinadi. Natijada odam menga 2 million 300 ming tushardi, endi 2 million 1 ming tushdi deydi. Aslida hisoblangan pensiya 2 million 300 ming bo'lib qolgan, lekin 2 ming so'm ushlab qolinayotgan bo'ladi. Ikkinchi muhim holat eng kam pensiya miqdorigacha yetkazish. Ba'zi fuqarolarning hisoblangan pensiyasi juda kam chiqadi. Lekin davlat ularni belgilangan minimal darajagacha yetkazib beradi. Endi oshirish yoki qayta hisoblash bo'lganda odam o'ylaydi, menga ham katta qo'shimcha tushadi. Lekin uning pensiyasi allaqachon minimal kafolat hisobiga to'ldirib berilayotgan bo'lsa, qo'shimcha juda kichik ko'rinishi mumkin. Masalan, fuqaroning haqiqiy hisoblangan pensiyasi 780 ming so'm. Lekin minimal talab sabab unga 1 million 1 ming so'm to'lanayotgan bo'lsin. Agar qayta hisoblash natijasida haqiqiy pensiyasi 780 mingdan 805 mingga oshsa, odam atiga 25 ming qo'shilibdi deydi. Chunki u allaqachon davlat kafolati orqali yuqoriroq miqdorni olayotgan bo'ladi. Bu joyda tiyin qo'shildi degan gaplar ko'pincha aynan mana shundan kelib chiqadi. Uchinchi holat, ish staji va ish haqi ma'lumotlari to'liq bo'lmaganlar. Pensiya hisobida eng muhim ikki tayanch bor: rasmiy ish staji va rasmiy daromad. Agar fuqaro uzoq yil ishlagan bo'lsa, hujjatda tasdiqlanmagan bo'lsa, pensiya organi men sizni bilaman, mahallada hamma biladi degan gap bilan hisoblay olmaydi. Hujjat kerak. Mehnat daftarchasi, buyruq,
arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi ma'lumotnomasi, harbiy xizmat dekret davri, parvarish davri kabi davrlar tasdiqlanishi kerak. 2026 yildagi raqamlashtirish jarayonlarida eski yozuvlar elektron bazada chiqmasa, pensioner mening stajimni olib tashlabdi deb o'ylashi mumkin. Aslida stajni tasdiqlash talab qilinayotgan bo'ladi. Keling, misollar bilan ko'ramiz. Birinchi misol, Anvar aka 62 yoshda 38 yil rasmiy ishlagan. Uning ish haqi ma'lumotlari korxona arxivida saqlangan, barcha davrlar tasdiqlangan. Avval pensiyasi 2 milyon 700 ming so'm edi. Qayta hisoblashda uning yug'ori staji va tasdiqlangan ish haqi inobatga olinib, pensiyasi 2 milyon 900 ming so'mga chiqdi. Demak, Anvar akaga 200 ming so'm qo'shildi. Nega? Chunki uning asosiy ko'rsatkichlari hujjat bilan kuchli. Ikkinchi misol, Dilbar opa 7 yoshda, umuman olganda 3 yil ishlagan, lekin 8 yilni xususiy sexda norasmiy ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuv yo'q. Ijtimoiy soliq to'lanmagan, arxiv ma'lumoti ham yo'q. Uning pensiya hisobida faqat 22 yil aniq ko'rinadi. Dilbar opa men ham 30 yil ishlaganman deydi, lekin pensiya hisobida 22 yil tasdiqlanadi. Natijada oshirish bo'lganda Anvar akaga 2 metr ming qo'shilsa, Dilbar opaga 45 ming yoki 6 ming so'm qo'shilishi mumkin. Bu adolatsizlikdek tuyuladi, lekin pensiya tizimi hujjatga tayanadi. Uchinchi misol. Qodir aka minimal pensiya oladi. Uning hisoblangan pensiyasi past davlat tomonidan minimal darajagacha yetkazilgan. 2026 yilda qayta hisoblashda uning hisoblangan qismi 10 ming so'mga oshdi. Lekin qo'lga tegadigan umumiy to'lov deyarli o'zgarmadi. Qodir aka menga tiyin qo'shildi deydi. Buning sababi shundaki, uning pensiyasi ichida kompensatsiya va minimal kafolat qismi bor. Hisoblangan qismdagi o'sish esa umumiy to'lovga katta ta'sir qilmagan. To'rtinchi misol, Saodat opa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi va uning nomida ijro varaqasi bo'yicha eski qarzdorlik ham bor. Pensiya miqdori oshgan, lekin kartaga tushgan summa o'zgarmagan yoki kamaygan. Tekshirilsa, oshgan qism bilan birga ushlab qolinadigan qarz summasi ham davom etayotgan bo'ladi. Demak, odam faqat kartaga tushgan pulni ko'rib xulosa qilmasligi kerak. Hisoblangan pensiya ustama, chegirma va yakuniy to'lov alohida ko'riladi. Kim xavotir olishi kerak? Birinchidan, mehnat daftarchasida noaniq yozuvlari borlar. Korxona nomi o'zgargan, muhr xira, buyruq raqami yo'q. Ishga kirgan yoki bo'shagan sana aniq emas. Ikkinchidan, 1990 yillar yoki 2000 yillar boshida ishlagan, lekin korxonasi yopilib ketganlar. Uchinchidan, uzoq vaqt yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgan, lekin ijtimoiy to'lovlarni to'liq qilmaganlar. To'rtinchidan, pensiyaga chiqishda keyin olib kelaman deb ayrim hujjatlarni topshirmaganlar. Beshinchidan, nogironlik boquvchisini yo'qotganlik. Imtiyozli pensiya yoki ustama oladiganlar. Chunki bunday to'lovlarda har bir asoslovchi hujjat muhim. Kim ortiqcha xavotir olmasin. Agar sizning barcha stajingiz elektron bazada bor, ish haqi rasmiy bo'lgan, pensiya tayinlanganda to'liq hujjat topshirgan bo'lsangiz, pensiya kamayotgandek ko'rinsa ham birinchi tekshiruvda masala aniqlanadi. Ko'pincha bu bankdagi texnik kechikish oy kunlari farqi. Oldingi oyda 2 oy uchun to'lov kelgani, keyingi oyda faqat bir oy kelgani yoki ushlab qolish bilan bog'liq bo'ladi. Eng birinchi nozik jihat, pensiya oshirilgan oy bilan pul tushgan oy har doim bir xil tushunilmasligi kerak. Ba'zan yangi miqdor ma'lum sanadan hisoblanadi, lekin to'lov keyingi oyda qayta hisob bilan keladi. Natijada odam bir oyda ko'proq, keyingi oyda kamroq olgandek ko'radi. Masalan, oshirish oyning o'rtasidan kuchga kirsa, o'sha oy uchun yarim oy farqi, keyingi oy uchun to'liq oy farqi alohida ko'rinadi. Shu sababli bir martalik katta summa doimiy pensiya oshdi degani emas. Ikkinchi nozik jihat, kartaga tushgan pulda bank xizmati. Kredit to'lovi yoki avtomatik yechimlar bo'lishi mumkin. Men ko'p aytaman, pensiyani tekshirganda faqat SMS ga qarab hukm chiqarmang. Bank ilovasidan tushum va yechimlar tarixini ko'ring. Ayrim pensionerlar kartasiga pensiya tushishi bilan eski kredit, mikroqarz, kommunal to'lov yoki boshqa avtomatik yechim ushlab qolinadi. Keyin odam pensiya jamg'armasiga borib, kam to'ladingiz deydi. Aslida pul tushgan, lekin bank orqali yechilgan bo'ladi. Uchinchi nozik jihat, nogironlik guruhi o'zgarsa, to'lov ham o'zgarishi mumkin. Masalan, fuqaro avval bir guruh bo'yicha ustama olgan, keyin tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi o'zgargan. Bu holatda pensiya yoki nafaqa tarkibidagi ustama kamayishi mumkin. Bu umumiy pensiya kamaydi degan gapga sabab bo'ladi. Shuning uchun nogironlik bo'yicha to'lov oladiganlar komissiya xulosasi amal qilish muddati
Guruh o'zgarishi va qayta ko'rik sanasini albatta kuzatish kerak. 4-nozik jihat ishlayotgan pensionerlar. Ayrim to'lovlar yoki ustamalar pensionerning ishlashi, daromad olishi, ijtimoiy soliq to'lanishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar pensioner ishga kirsa yoki ishdan chiqsa, bu ma'lumot bazada aks etadi va qayta hisoblashga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun men pensiyadaman. Ishlasam ham hech narsa o'zgarmaydi deb o'ylamayman. Har bir holatning o'z tartibi bor. 5-nozik jihat chet elga chiqish va yashash masalasi. Agar pensioner uzoq muddat chet elda bo'lsa, ayrim holatlarda yashash joyi, ro'yxatdan o'tish, to'lovni olish tartibi bo'yicha qo'shimcha tekshiruvlar bo'lishi mumkin. Ayniqsa ishonchnoma orqali pensiya olinayotgan bo'lsa, ishonchnomaning muddati, haqiqiyligi va pensiya organida qayd etilgani muhim. Ishonchnoma muddati tugab qolsa, odam pensiyam to'xtadi deydi. Aslida hujjat yangilanishi kerak bo'ladi. 6-nozik jihat vafot etgan pensioner nomiga ortiqcha to'lov. Bu og'ir mavzu, lekin aytishim shart. Agar pensioner vafot etgan bo'lsa, qarindoshlar o'z vaqtida xabar bermasa va karta orqali to'lovlar davom etsa, keyin ortiqcha to'lov aniqlanib, qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. Shu sababli oilada bunday holat bo'lsa, hujjatlarni vaqtida rasmiylashtirish kerak. 7-nozik jihat familiya, ism, tug'ilgan sana yoki pasport ma'lumotlaridagi farqlar. Eski hujjatlarda Oktam bir joyda Uktam, boshqa joyda Oktam yozilgan bo'lishi, familiyada bitta harf farq qilishi mumkin. Elektron tizim bunday farqni avtomatik tanimasligi ehtimoli bor. Natijada staj yoki ish haqi boshqa odamga tegishlidek ko'rinadi yoki umuman ulanmaydi. Bunday holatda arxidan aniqlashtiruvchi ma'lumotnoma, Fahadiyodan ism o'zgargani yoki nikoh sabab familiya almashgani haqida hujjat kerak bo'ladi. Endi eng ko'p uchraydigan savol: pensiyani qonuniy ravishda kamaytirish mumkinmi? Pensiyaning tayinlangan miqdori shunchaki xohlagancha kamaytirilmaydi. Lekin noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, hujjatlar haqiqiy emasligi aniqlansa, ustama olish huquqi tugasa, nogironlik guruhi o'zgarsa, ortiqcha to'lov qaytarilsa yoki ijro hujjatlari bo'yicha ushlab qolish bo'lsa, qo'lga tegadigan pul kamayishi mumkin. Demak, muhim farq bor. Hisoblangan pensiya kamayganmi yoki to'lanayotgan yakuniy summa kamayganmi? Mana shu savolga javob topmasdan turib xulosa qilish mumkin emas. Endi men sizga aniq harakat rejasini beraman. Birinchi qadam, oxirgi 6 oy pensiya tushumlarini tekshiring. Bank ilovasidan yoki bank bo'limidan ko'chirma oling. Qaysi oyda qancha tushgan, qaysi kuni tushgan, pensiya tushgandan keyin qanday yechimlar bo'lgan, hammasini ko'ring. Agar bank kartasida kredit, qarz, avtomatik to'lov bo'lsa, uni alohida yozib oling. Ikkinchi qadam. Pensiya jamg'armasidan hisob-kitob varaqasini so'rang. Siz menga qancha pensiya hisoblangan, qaysi ustamalar bor, qanday chegirma bor, ortiqcha to'lov ushlanyaptimi degan ma'lumotni bilishga haqlisiz. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni olib boring. Agar o'zingiz bora olmasangiz, qonuniy vakil ishonchnoma bilan murojaat qilishi mumkin. 3-qadam. Mehnat stajingizni tekshiring. Mehnat daftarchangizdagi barcha yozuvlarni birma-bir ko'rib chiqing. Ishga kirgan sana, bo'shagan sana, korxona nomi, buyruq raqami, muhr va imzo bor yo'qligini tekshiring. Agar korxona yopilgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Arxiv ma'lumotnomasida faqat ishlagan degan umumiy gap emas, imkon qadar lavozim, davr, buyruq raqami, ish haqi haqida ma'lumot bo'lishi foydali. 4-qadam, ish haqi ma'lumotlarini tiklang. Pensiya miqdoriga ish haqi katta ta'sir qiladi. Agar siz yuqori maosh olgan davrlaringizni tasdiqlay olsangiz, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Buning uchun sobiq ish joyi, huquqiy voris korxona yoki davlat arxiviga murojaat qiling. Agar korxona nomi o'zgargan bo'lsa, hokimlik soliq organlari yoki arxiv orqali voris tashkilotini aniqlashga harakat qiling. 5-qadam, yozma ariza bering. Og'zaki murojaat bilan cheklanib qolmang. Arizada shunday yozish mumkin: mening pensiya miqdorim bo'yicha 2026 yildagi qayta hisoblash natijalarini pensiya tarkibidagi asosiy qism, ustamalar, chegirmalar va ushlab qolishlar bo'yicha yozma tushuntirish berishingizni so'rayman. Ariza pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi, bank ko'chirmasi, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomalari va boshqa hujjatlarni ilova qiling. Arizani topshirganda kirim raqamini oling yoki elektron murojaat yuborsangiz, ro'yxatga olingan raqamni saqlab qo'ying. 6-qadam, My.gov yoki tegishli elektron xizmatlar orqali ma'lumotlarni tekshiring. Hozir ko'p ma'lumotlar elektronlashmoqda. Staj
ish joylari, ijtimoiy to'lovlar. Pensiya holati bo'yicha ayrim ma'lumotlarni onlayn ko'rish imkoniyati bor. Lekin onlayn bazada ko'rinmadi degani u yo'q degani emas. Eski davrlar bo'yicha qog'oz hujjat yoki arxiv tasdig'i kerak bo'lishi mumkin. 7-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organga murojaat qiling. Avval tuman bo'limidan yozma javob oling. Keyin viloyat boshqarmasi yoki pensiya jamg'armasining yuqori tashkilotiga murojaat qiling. Zarur bo'lsa, sud tartibida stajni tasdiqlash masalasi ham ko'rilishi mumkin. Ayniqsa arxiv yo'qolgan, korxona tugatilgan, hujjatlarda xatolik bo'lgan hollarda sud orqali faktni belgilash amaliyoti uchraydi. Bunda guvohlar, boshqa hujjatlar, kasaba uyushma kartalari, harbiy bilet, eski maosh varaqalari, mukofot buyruqlari ham yordam berishi mumkin. 8-qadam, ota-onangizning pensiyasini ham tekshiring. Ko'p keksalarimiz bolam nima bo'lsa bo'ldi deb yuraveradi. Lekin bitta arxiv ma'lumotnomasi topilsa, pensiya oyga 1 ming, 200 ming, ba'zan undan ham ko'proq oshishi mumkin. Bu yiliga millionlab so'm degani. Shuning uchun uyda otangiz, onangiz, buvinggiz yoki bobongiz pensiya olayotgan bo'lsa, ularning hujjatlarini bir papkaga yig'ing. Pasport, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiq, harbiy bilet, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik xulosasi, bank ko'chirmalari. 9-qadam, mish-mishlarga ishonmang. Mahallada kimdir hamadan 300 ming olib tashlashar ekan desa, bu rasmiy axborot emas. Yoki internetda kimdir 2026 yilda pensiyalar butunlay yangi formula bilan keskin kamaydi desa, darhol vahimaga tushmang. Rasmiy hujjat, prezident farmoni, vazirlar mahkamasi qarori, pensiya jamg'armasi izohi yoki normativ huquqiy hujjatga qarang. Men ham sizlarga har doim shuni tavsiya qilaman. Har bir raqamning manbasi bo'lsin. 10-qadam, pensiya tayinlanishidan oldin tayyorgarlik ko'ring. Agar siz hali pensioner bo'lmasangiz, 2026 yoki undan pensiyaga chiqadigan bo'lsangiz, hozirdanoq barcha ish joylaringiz ro'yxatini tuzing. Qaysi yilda qayerda ishladingiz? Korxona hozir bormi? Arxiv qayerda? Ish haqi ma'lumotini olish mumkinmi? Bularni kechiktirmang. Pensiyaga chiqish kunida hujjat qidirishni boshlasangiz, bir necha oy vaqt yo'qotishingiz mumkin. Vaqt yo'qotish esa pul yo'qotishdir. Demak, azizlar, 2026 yildagi pensiya o'zgarishlarida eng muhim narsa bitta. Kartaga tushgan summani ko'rib darhol xulosa qilmang. Pensiyaning tarkibini tekshiring. Kimga minglab so'm qo'shilishi mumkin? Hujjatlari to'liq, staji va ish haqi tasdiqlangan. Qayta hisoblash uchun asosi bor odamlarga. Kimga juda kam qo'shilishi mumkin? Minimal kafolat hisobiga pensiya olayotgan, staji to'liq tasdiqlanmagan yoki ustamalari alohida tartibga bog'liq bo'lganlarga. Kimda kamaygandek ko'rinadi? Ustama tugagan, qarz ushlanayotgan, ortiqcha to'lov qaytarilayotgan yoki bank yechimlari bo'lganlarda. Men sizdan iltimos qilaman. Agar pensiyangizda o'zgarish bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing, qaysi hududdansiz, oldin qancha olardingiz, hozir qancha tushdi, sizga qanday tushuntirish berishdi. Bu boshqa tomoshabinlarga ham yordam beradi. Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa pensioner ota-onasi borlarga ulashing. Kanalga obuna bo'ling. Chunki men pensiya, nafaqa, imtiyoz, hujjat va qonuniy huquqlar bo'yicha sizga amaliy, tushunarli va foydali ma'lumotlarni yetkazishda davom etaman.